Ha, mikrofon ishlaydi. Alaykum assalom. Men judayam xudbin odamman. O'sha uchun men bugun men haqimda gapirib bermoqchiman. Men dadam bilan ota bola deyman. Ikki tomonlama ham yaqinman dadam bilan. Dadam amakimni akasi, ukamni dadasi. Lekin men dadamga o'xshamayman, otamga o'xshayman. Chunki dadam meni asrab olganlar. Men ayamga ham o'xshamayman, onamga ham o'xshamayman. Chunki meni otam asrab olganlar. Lekin meni radnoylarim, tug'ishganlarim yo'q. Chunki aytdim-ku, o'zi asrab olinganman. Men juda ham ko'p narsalarga qiziqaman. Futbolga qiziqedim, futbolga. Lekin oyog'imni tomiri tortishib qolgani uchun tark etdim. Lekin 10 yildan beri shu narsani o'ylayman. Men PlayStationda futbol o'ynaganman. Nimaga? Oyog'imni tomiri tortishgan. Men ko'p narsalarga qiziqaman. Balki ular ham menga qiziqar. Bunisi menga qorong'i, manunisi yorug'. Meni xotinim bor. Xotinimni eri men. O'g'lim xotinimdan 22 yosh kichkina. Значит, xotinim o'g'limdan 22 yosh katta. Xotinim qaynatamning xotinining qizi. Ismi pasportida yozilgan. Yoshi sinfdoshlarniki bilan bir xil. 4 yildan beri birga yashaymiz. 1 yildan beri to'rga yashamaymiz lekin. Men hozir sizlarni kuldirishga harakat qilmoqchi emasman. Prosta sizlar kulishga harakat qilinglar. Tamom. Men o'zimga ustoz deb ana O'zbek Tayson bilan Saturnni bilaman. Ko'rib turganlaringlar IQ darajam past. Yaxshi ko'raman hammalaringni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Hali gapim tugagani yo'q, davom etadi. Men magazin ochdim-da. 6 oyga qamalib ketdim keyin. Nimaga noqonuniy yo'l bilan ochganmisiz deydiganlarga gapirmoqchiman. Noqonuniy yo'l bilan ochmaganman. Prosta kichkinagina aturkacha bilan ochib kirganman. O'sha 6 oy qamalib ketdim. 38 yildan beri bitta narsani o'ylayman, bir javobini topaman, bir javobini topmayman. 6 oy komaga tushganman. Nima o'shanda hozir men 37,5 ga kirgan bo'lamanmi? Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lsanglar, umrlaring uzoq bo'lsin. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Sizlar ham bizlarni yaxshi ko'rishga harakat qilinglar. Sog' bo'ling.